qayg'urib uxlab qoldi. Tush ko'rdi. Tushida o'sha qabristonga kirib borayotgan ekan. Qabrni oralab ketayotganda qabrlardan qo'llar chiqib, oyog'ini ushlardi. "Qo'y, borma. Borganingga afsuslanasan", derdi. Keyin qabrga qarasa, qabrlardan yozuvlar chiqardi. "Men falon narsaning oqibati azoblanyapman. Qancha qabrdan o'tmasin, hamma qabrlardan odamlar qo'llarini cho'zib, uni tortardi orqaga. Borma, ayolingning oldiga borma, afsuslanasan. Qo'y, borma", derdi. Hamma qabrlardan yozuvlar chiqardi. Men mana bu ishlarni qilardim dunyo hovlisida. Kishilarning haqqini yerdim. Hech narsaga ishonmasdim. Biror bir amalsiz kelganman. Shuning uchun qattiq azobdaman. Ba'zilar rohatda edi. Men Allohning buyruqlarini bajarib kelganman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati saniyalariga imkon qadar amalda bo'lganman. Hozir qabrda rohatdaman derdi. Bunaqa qabrlar, ya'ni rohat topib turgan qabrlar sanoqli edi. Lekin qabri olov bilan to'la bo'lgan, lov yonayotgan qabrlar juda ko'p edi. Hammasidan yoziqlar chiqardi. "Men falon narsaning orqasidan azoblanyapman. Men piston narsaning orqasidan azoblanyapman. Qo'y, ayolingning oldiga borma. Qo'y, ayolingning oldiga borma", derdi. Yigitni etagidan tortishardi, oyog'idan tortishardi. Yigit ayolini qattiq yaxshi ko'rgani uchun, u nima uchun to'satdan o'lib qolganligini bilishni xohlardi va qabr tomon yurardi. Va nihoyat ayolining qabriga yetib bordi. Ne ko'zlaridan ko'rsinki, ayolining qabridan yozuvlar chiqardi. "Sizdan men qattiq uzr so'rayman. O'sha kechasi sizni aldagandim. Men sizdan oldin bitta yigitni sevar edim. Deyarli har 2 kunda bir sizga xiyonat qilardi. O'sha yomg'ir yog'ib turgan kunda ham men sizga xiyonat qilib kelayotgandim. Ya'ni o'sha yaxshi ko'rgan yigitim bilan zino qilib kelayotgandim. O'shaning uchun hozir yonyapman qabrda. Yonayotganimning sababi zino qilganim uchun qattiq yonyapman. Nihoyatda qattiq yonyapman. Sizda insonni aldaganim uchun. Yonyapman yana. Alloh taqiqlangan narsani qilganim uchun. Yana qattiq azoblanyapman. Allohning biror aytganini qilmay kelganim uchun derdi. Yana bitta narsani sizga aytib qo'yaman. Farzandingizda ham hattoki shubha bor. Chunki u yigit bilan men har 2 kunning birida sizga xiyonat qilardim. Meni kechiring derdi. Qabr esa olov bilan to'la edi. Yonayotganda qabri. Yigit qattiq qo'rqib uyg'onib ketdi. Va ayoli aytgan dugonasining uyiga bordi. Shuni tekshirmoqchi bo'lib. Dugonasiniga borib, sekingina dugonasini eshigini taqillatdi. Dugonasi eshik orqasidan turib, "Kim?" dedi. "Men falonchiman, dugonangizning eriman" dedi. Bundan bir necha kun oldin o'sha kunda eslatdi. Ya'ni yomg'ir yog'ib turgan kunda. O'sha kuni dugonangiz sizni uyingizga kelganmi dedi. "Yo'q, meni uyimga kelmagan" dedi. Endi bildiki, tushi haqiqatga aylanayotgan edi. Darhol xolasining uyiga odam yubortirdi-da, qizini olib keltirdi. Qizi keldi. Darhol bordida qon tahlilini oldi. Qon tahlilida esa o'zining qizi bo'lib chiqdi. "Alhamdulillah" dedi. Keyin yana o'sha